Yulduzlar qayerdan paydo bo'lgan? Birinchi qism. Hafiz, ko'rib bo'ldingmi? Bo'ldi, ko'rishing mumkin. Xo'sh. Xo'sh, uchayotgan yulduzni topishimiz kerak. Qani ko'rgin-chi. Menimcha tez orada birontasi uchib qolsa kerak. Uchta! Uni o'zim ko'rdim. Yur, tushgan yerni izlab ko'ramiz. Yur. Yo'q. Bormaymiz. Kech tushib qoldi. Dadam xavotiri oladilar axir. Lekin Yur, uyga ketaylik. Yulduzlarni ertaga tomosha qilarmiz. hech ham kutgim kelmayapti. Yulduzlar ertaga ko'rinadimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Humayra? Ha, yulduzlar qayerdan kelganini bilasanmi? Kechirasan, Hafiz, buni bilmayman. Afsus. Xijolat bo'lma, hech qisi yo'q, Humayra. Dadam, qara, dadam menga super Hafiz olib berdilar. Mashalloh. Juda zo'r-ku. Bilasanmi, undan istagan narsangni so'rashing mumkin. Menimcha, u savolingga javob bera oladi. Qara, u qanday ishlashini ko'rsataman. Hafiz, yulduzlar qayerdan paydo bo'lganini bilasanmi? Nega ular osmonda? Yulduzlarni qanday aniqlasak bo'ladi? Hafiz, yulduzlar makoni qayerda? Yulduzlarni qachon ko'rsak bo'ladi? Yulduzlarning asl ko'rinishi qanday? Ishlamayaptimi deyman. Yaramas. Menimcha unga juda ko'p savol berib yubording. Hatto super Hafiz ham buncha ko'p savolga javob qaytara olmaydi. Hoy, kelinglar uchgan yulduzlarni birgalikda kuzatamiz. Shunda balki savollarimizga javob topilar. Yaxshi, unday bo'lsa xufton namozidan keyin ko'rishamiz, xo'pmi? Kech qolmanglar. Qaranglar, yulduz uchyapti. Uni tutamiz. Yuringlar. Shoshmachi, uni qanday qilib tutamiz? Bu yerdan ancha uzoqda bo'lsa-chi. Yuringlar, unga chiqamiz. Chiroyliligini. Voy. Kelinglar. O'tirib olmanglarmi? Ketdik. Nima bo'ldi? Uni topdingmi? Osmonga qaranglar. Ha, mana u yulduzga. Qani qaysinga? Oyil.
chiroyliligini. Voy. Qobil, tayyor tur, yulduzni tutib olasan. Voy. Sekinroq. Ha, sekinroq. Voy, tezroq ber.